Assalomu alaykum rahmatullohi hammaga. Sog' salomatmisizlar, kuninglar xayrli o'tyapti. Esingizda bo'lsa oldingi darsimizda sizlar bilan overall yozishni o'rganuvdik. 3 xil formada, A, B, C formada. O'ylaymanki hech qanaqa savol yo'q, ya'ni hammasi tushunarli bo'lgan. Va endi bugun biz sizlar bilan inshaalloh body partlarni qanaqa describe qilishni o'rganamiz bugun sizlar bilan. Xo'p, body 1 ni nimani qilib berishimiz kerak bo'ladi? Body 1, body 2 degani nima degani o'zi? Body 1, body 2 degani berilgan grafikani shunchaki ikkita chastga bo'lib turib APsiz qilib berishingiz kerak bo'ladi. Va body 1, body 2 yozayotganda har bitta badyga primerni 3 tadan 5 tagacha sentencelar yetarli hisoblanadi. Baji 1 ham, baji 2 ham 3 dan 5 gacha sentence yozib turib, APsiz qilib bersanglar, bu yetarli hisoblanadi. Va baji 1, baji 2 yozayotganimizda biz nima qilmasligimiz kerak bo'ladi? Ya'ni har bitta detalni APsiz qilib bermasligimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kerakli izmeniyani APsiz qilib bersak bo'ldi, describe qilib bersak bo'ldi. Misol, chunki men aytib qo'ygan, so summarize the information by selecting and reporting the main features, ya'ni summarize qilib bergan informatsiyani select report, ya'ni kerakli главный izmenlarni tanlab APsiz qilib bergan deyapti, and make comparisons where relevant, va kerakli joylarda compare qilib bergan. Va shundan ham ma'lumki, что kerakli главный APsiz qilish mumkin bo'lgan joylarni o'zini chiroyli qilib turib APsiz qilib berishni aytyapti. Va badiyon badichi yozayotganda qanaqa bo'lishimiz kerak bo'ladi? Shunchaki nima qilamiz? Berilgan grafikni ikkita chastga bo'lib turib bo'lamiz. Xolasanglar, mana bunaqasiga papalam o'rtadan bo'lib turib, ya'ni 1980 dan 95-yilgacha bo'lgan chastini badiyon, 1995 dan 2010-yilgacha bo'lgan chastini badichi qo'yib bersanglar bo'ladi. Ili удобныйroq qilishi Art Gallery bilan ikkita bir-biriga yaqin liniyani, ya'ni ikkita ko'tarilganni badiyonga, ikkita tushganni badichiga qilib bersa ham bo'ladi. O'shanda nima qilamiz? Hozir Badiyon Badichi yozayotganda, что faqat mana pavilyon bilan festivalda Badiyonga yozamiz и Art Gallery bilan anaqani Pier Badichiga qilib turib yozib beramiz. Hop, endi Badiyon yozayotganimizda nima qilamiz? Birinchi gapi, обязательно birinchi etapida, ya'ni APsiz qilishdan boshlaymiz, ya'ni ko'rayotgan bo'lsak, davri boshida festival 30% tashkil qilyapti, pavilyon bo'lsa taxminan 25% tashkil qilyapti. Mana shu joyini o'zini APsiz qilishni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib, mana shu yerdan APsiz qilishdan boshlaymiz. Так, birinchi bo'lib boshlaymiz, что turning to the details. Detallarga o'tadigan bo'lsa, deymiz, что in 1980, так, aytsa что festival was the most visited attraction with necha foizda 30% of touristlar bilan deymiz. While xuddi shu vaqtda bo'lsa, aytamiz, что pavilion made up almost 25% at the same time deb turib qo'yamiz. Bu ko'rayotgan bo'lsanglar, ba'zi birimizning birinchi gapi bo'ldi, ya'ni bu kirish qismi bo'ldi. Shunchaki umumiy boshida ikkita ko'rsatkich necha foiz tashkil qilganligini aytib qo'ydik. Turning to the details, detallarga o'tadigan bo'lsak, o'sha 1980-yilda festival was the most visited attraction, ya'ni eng ko'p tashkil bo'lgan attraksion bo'lgan 30% turistlar bilan deymiz. While xuddi shu vaqtda bo'lsa, pavilyon nima qilyapti? Made up degani bu tashkil qildi degani. Nimaga made up ishlatyapman, ya'ni decrease'dan ishlatolmayman? Chunki ahamiyat beradigan bo'lsanglar, bundan oldingi yillik statistika yo'q bo'lganligini hisobiga bizda, ya'ni 1970-60-yillik statistika berilmaganligi hisobiga biz aytamiz, что bu o'sdimi, tushdimi? Hisobiga shunchaki nima deymiz? Tashkil qildi deymiz, taxminan 25%. Va qachon bu taxminanni qo'yamiz? Ko'pincha holatlarda insonlar просто so'z ko'payisini qo'yib tashlaydi. Bu noto'g'ri narsa hisoblanadi. Qachon taxminanni qo'yasiz? Ko'rayotgan bo'lsangiz 30%, точный protsent, ya'ni точный protsent liniyasida turgan uchun mana bu narsa buni qo'ymaymiz, about almostlarni qo'ymaymiz. Agar mana bu netochniy bo'ladigan bo'lsa, уже taxmin qilib aytayotgan bo'lsak, bunaqa уже taxminan degan so'zlarni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bu birinchi gap bo'ldi. Keyin уже ikkinchi gapga o'tamiz. Keyin ko'rayotgan bo'lsak, что uchta ozgina ko'tarildi, unaqa qildi deymiz. Eski uni amittiy holatni to'g'ri 1995-yilga kelib ko'rayotgan bo'lsangiz, pavilyonda ulkan o'sish qayd etildi. Ya'ni experience a sharp increase to necha foizga? Taxminan just under 50%ga. Xuddi shu vaqtda bo'lsa, mana festivalda bo'lsa nima qilyapti? Tushib ketyapti. Mana shu narsani aytib bersak bo'ladi.
Va birinchi gapimiz tugab, ikkinchi gapni boshlayotganda nima qo'shib ketishimiz kerak bo'ladi? Linking words'ni qo'shib ketishimiz kerak bo'ladi. In addition yoki moreover shunga o'xshagan so'zlar. Hop, in addition deymiz, что aytamiz, the popularity of nimaniki bo'lyapti? Pavilyonniki increased sharply, reaching just under 50 percentage. Just under 50 percentage degani, ya'ni 50% pastroq degani. Just reaching just under 50 percentage, ya'ni 50% pastroq natijaga chiqdi degani. Reaching degani. Bu yerda ham berayotgan so'zda verb ing forma nimaga? Chunki bu yerda gerund ishlayapti, ya'ni increase sharply davomli, ya'ni keskin ko'tarilib o'zi main verbimiz bo'lyapti va mana bunaqa narsa, ya'ni erishgan holatda degan ma'noni bildirishi ing ixtiro etib olishimiz kerak bo'ladi. Bu present continuous emas. Increases sharply, reaching just under 50 percentage in 1995. Meanwhile, xuddi shu vaqtda bo'lsa, while o'rniga meanwhile ishlatsak bo'ladi. Qachonki agar ikki xil idea bo'ladigan bo'lsa, ya'ni plus va minus gap bo'ladigan bo'lganda, ya'ni bir-biriga противоположный idea sentence bo'lganda, shunda meanwhile ishlatsanglar ancha yaxshi bo'ladi bu ham. Meanwhile, the opposite trend was observed in the line of festival which illustrated nearly 25% rate var. Bu ikinci gapimiz ham tayyor bo'ldi. In addition, the popularity of Pavlov increased sharply, ya'ni keskin oshib ketdi, reaching just under 50%, ya'ni 50% pastroqga chiqqan holatda davomida. Meanwhile, xuddi shu vaqtda the opposite trend degani, ya'ni momentda misol uchun bunda o'sish trendi bo'lgan bo'lsa, endi shuni qarama-qarshisi naborot degani o'sha opposite trend was observed degani aniqlandi, was analyzed sinonim hisoblanadi. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, passive voice turib beraman, что grammatikani boshqa chiroyligini ko'rsatib beraman. Bu birinchi so'z, ya'ni ikkinchisini tushuntirib beraman. Was observed in the line of festival, ya'ni festival liniyasida bu boshdan kechirildi, ya'ni opposite trend, tushish trendi. Which illustrated, bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, reaching turib verb ing gerund qilib berganim uchun, endi bu yerda ham bir xil bo'lib qolmasligi uchun illustrating demadimda, boshqacharoq grammatika qilish uchun which illustrated deb turib berdim. Bu уже ikki xil grammatikani ishlatyapman. Bitta gapda hech qachon harakat qilmanglar, bitta gapda ikkita yoki uchta bir xil strukturani ishlatib qo'yishga, iloji boricha xavfliroq strukturani ishlatsanglar, bu ancha bag'dan ko'tarib berishga yordam beradi. Va уже nima bo'ladi? Oxirgisida aytamiz, что mana buni trend, mana buni keyin anaqasi pavilyonga bo'lgan tashrifni nima qilib ketdi? Tak, kamaydi. Keyingi 5 yilda va aytsak bo'ladi, что qo'ni kamayibdi 5 yilda, undan keyin ham kamayibdi. Amam festivaldagi ko'tarilgan va o'zgarmasdan ketgan. Tak, yaxshiroq chiqish uchun mana bu yerda tushgan bo'ta, bu yerda ko'tarilgan o'zgarmasdan bo'ta. Biz boshqacharoq so'z o'rganishga yaxshi imkoniyat bo'lganligi hisobiga uchta o'zgarmasdan ketganligini aytamiz. Что aytamiz? After 5 years, the rate of festival experienced a small increase of 25 bo'lsa, taxminan 23% bo'lsa, of approximately 3% and remained unchanged by the end of the period. Showing about 3% less rate compared to a Leon.
Вот shu bilan gapimizni ham tugatib olaylik. After 5 years, 5 yildan keyin davoman chunki 1995 2000 ko'rayotgan bo'lsanglar, ya'ni ozgina o'sish bo'lyapti. Вот 25 bo'lsa, taxminan bu yerda 28 bo'ladigan bo'lsa, taxminan 3% o'sish bo'lyapti. Ya'ni after 5 years, the rate of festival, ya'ni festival rate experience a small increase of. Bu yerda of ishlatyapman, чтобы farqini aytib berish uchun. Qachon of, qachon by ishlatamiz desanglar, of ishlatamiz, adjective noun bo'ladigan bo'lsa o'shanda of ishlatamiz, agar verb, adverb bo'ladigan bo'lsa, unaqada farqini aytib berish uchun by ishlatamiz. Of approximately 3% and remained unchanged. And remained unchanged degani, ya'ni buni уже ko'rayotgancha o'zgarmasdan ketyapti. By the end of the period, periodda oxirigacha. Yokida bu yerda aytib qo'ysa ham bo'ladi, and had remained dorsa ham bo'ladi. Past perfect simple qilsa ham bo'ladi. And remain unchanged, showing about ko'rsatyapti about 3% less rate, ya'ni 3% ga kamroq bo'lgan rate ko'rsatyapti compared to pavilion. Уже bunda oxirida aytib qo'yamiz, что oxirida demak bu ham mamindan ko'ra 3% ga kamroq protsent ko'rsatyapti deb turib qo'ydik. Shu bilan ko'rayotgan bo'lsanglar, bajivonimiz o'z nihoyasiga yetdi. Va 3 ta gap bo'ldi. Umumiy so'zlarning soni bo'lsa bajivonda tak 86 ta bo'pti. Bu hamma narsani ko'rayotgan bo'lsangiz, endi umumiy bajivondagi ikkita liniyani umumiy davrdagi izmeniyasini описать qilyapti. No, lekin hammasini detalni maydalab yozib tashlaganimiz yo'q. Va главныйsi hammasini har xil strukturada yozib ko'rishga harakat qiling. Siz ham sinab ko'ringlar, boshqa grafikalarda harakat qilib ko'ringlar va inshaalloh keyingi dars badituni qanaqa qilib yozishni o'rganamiz. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol kommentariy qismiga savollarni qoldirsanglar bo'ladi. Obязательно ko'rib chiqib, savollarga javob berishga harakat qilaman. Qanaqadir takliflar bo'lsa, bularni ham inobatga olgan holatda keyingi darsdan kuchaytirishga harakat qilaman. E'tibor berganingiz uchun rahmat. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingizdan chiqazmang. Sog' va salomat bo'ling.